bo'ladi. Hozir Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Namangan pata. Respublika ilmiy amaliy anjumaniga yana bir bor xush kelibsiz. Avvalo ushbu tadbirda ishtirok etayotgan barcha soha vakillariga, izlanuvchilar, malakali metodistlar va tajribali o'qituvchilarga minnatdorchiligimni bildiraman. Namangan shahrida joylashgan xalqaro 64-gullar festivaliga hammani taklif qilaman. Qaysi davrga borgan paytda tinglovchilarning fikrini jalb qiladigan o'qituvchi haqiqiy o'qituvchi sanaladi. Agar insonda ma'naviyati boy bo'lmasa, bunday go'zal ziyor bo'lmasdi. Elektron portfoliyoni qanday yaratish mumkin? Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishda samarali usullardan agar iloji bo'lsa bir aniq misol bilan tushuntirsangiz yaxshi bo'lardi. Nima uchun psixologik mavzu yo'q degan savolni har safar beradi. Tashkil ishlari uchun alohida rahmat hammalarga.